O'zbekistonda barcha hududda qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet markazi ertangi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq bo'ladi, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 38-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi.